Diqqat, xushxabar! Ramazon oyini kutayotgan barcha fuqarolar tezda xabardor bo'ling. Ramazon oyining sanasi e'lon qilindi. Tezda ushbu videorolikni ko'rishingiz shart. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat qiling. Qozog'iston musulmonlari idorasi boshqarmasiga ko'ra, Ramazon 2026-yil 19 fevralda boshlanadi. Qadr kechasi 16 martdan 17 martga o'tar kechasida bo'ladi. Ro'za hayiti esa 20 mart, Qurbon hayiti 27 maydan 29 maygacha bo'lishi mumkin. Ushbu sanalar xalqaro markazlarning astronomik hisob-kitoblariga asoslangan. Biroq Qozog'iston musulmonlari diniy boshqarmasi ogohlantirdi. Agar yangi oy bir kun oldin yoki bir kun kechiksa, bayramlar sanasi bir kunga siljishi mumkin, deyiladi ma'lumotda. Aziz do'stlar, O'zbekiston musulmonlari idorasi ham Ramazon hayiti sanasini e'lon qilganidan so'ng albatta kanalimizda yoritamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Eng so'nggi yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.